Doktor Adrian Zenizning Qonun, siyosat va san'at haqidagi Cambridge jurnalining 2024-yillik iyul sonida e'lon qilingan bu haqdagi maqolasida ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining Uyg'ur nopusini shalong'itish urinishidagi bir muhim vosita Uyg'ur nopusini ko'paymas qilib etish hamda kemaygan nopus bo'shligini Xitoy ko'chmanlari orqali to'ldirish bo'lganligi ma'lum. U bu xil urinishni dunyo jahongirlik tarixidagi o'ltiraqlashish mustamlikchiligining zamonimizdagi qayta takrorlanishi deb qaraydi. Adrian Zenizning qarashicha, Uyg'ur kimligi, Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur nopusini nishon qilgan bir qator tadbirlarning bu qadar zo'r kuch bilan ijro qilinishida Xitoy hukumatiga xos bo'lgan bir qator siyosiy andishalar, harakatlar kuch bo'lish rolini o'ynagan. Dal mushu xil siyosiy andishalar tufaylidan Xitoy hukumati Uyg'urlarni qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning qurboniga aylantirib o'tgan. Bu hol Xi Jinpingning 2014-yildagi so'zida alohida aks etgan bo'lib, uningda davlatimizga qarshi zo'rlik harakatlari bilan mashg'ul bo'lg'uchi dushman kuchlarni tal-to'kis yanchib etish lozim deb ko'rsatilgan. Buning bilan zo'rlik harakatlari bilan shug'ullanuvchilarla emas, yana ishonchsiz bo'lganlarningmi xatarlik ekanligi. Chunki ularningmi kelgusida dushmanga aylanish ehtimolining borligi eskartilgan. Ularning qarashicha, bu xil siyosiy andishalardan xalos bo'lishning bir muhim chorasi son jihatda shu xil andishalarni paydo qilguvchilarni besib tushadigan ishonchlik nopusni bu xil tahdidlik nopusning o'rniga dastitish bo'lgan. Dal mushu xil andishalarni chiqish qilgan holda Xitoy hukumati Uyg'urlarning nopusini kontrol qilish barliq choralarning afzali degan xulosaga kelgan. Shundaq bo'lg'achqa ular ijro qilgan hamda qavatgan barliq tadbirlarning tub maqsadi Uyg'ur nopusini kontrol qilish va o'ltiraqlashish mustamlikchiligini tatbiqlashga markazlashgan. Yeni kelib Xitoyning uzoq muddatlik mustamlikchilik urinishlaridan hosil qilgan tajribalari buningda muhim rol o'ynagan. Bo'libmi Qing imperiyasi 1884-yili yangi chegara degan ma'noda Xinjiang atalg'usini ijod qilgandan buyon davom qilib kelgan chegara zaminni o'zlashtirish nomidagi o'ltiraq mustamlikchiligi 1949-yilga qadar izchil o'xshamagan shaklda davom qilgan. Natijada shu vaqtda bu rayondagi umum nopus qurilmasida 6% ni egillagan Xitoy nopusi Xitoy Kompartiyasining to'xtovsiz nopus ko'chirish tirishchanligi bilan 1978-yilga kelganda 41% ni eshib ketgan. Buningga qo'shilib Bingtuanning texnik kuchaytirilishi bu rayonning Xitoy kontrolida bo'lishiga qo'sh kafolat bo'lgan. Bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida Adrian Zeniz mundaq dedi. Settler colonialism is more intrusive and more displacing. In that it seeks to displace. O'ltiraqlashish mustamlikchiligi texmi zo'r darajada tajovuzkorlik xarakteriga ega bo'lib, yerlik aholini ularning ona vatandan ayirib tashlash va ularning o'rniga boshqa bir milliy turkumdagi kishilarni mangulikka saplash, shu orqali asldagi yerlik xalq mutlaq ustunlikni egallagan nopus qurilmasini buzib tashlashni adoqni maqsad qiladi. Qachonki mushundaq bir yuzlanish boshlanganda qirg'inchilikning vujudga kelishi dastlabki qadamni oladi. Chunki yenidan o'rinlashgan bu milliy turkum uchun yerlik xalqning nopusi, shundaqla ularning izchil davom qilib kelgan hamma narsasi bakmo qolaysiz va bosh og'rig'i paydo qiladigan narsaga aylanib qoladi. O'ltiraqlashish mustamlikchiligi jahongirlik tarixidagi bakmo uzun tarixga ega bo'lgan bir shakl bo'lib, uningda yerlik xalqni asli makonlardan bo'lib tashlash maqsad qilinadi. And so settler colonialism is a very lasting form of colonialism that seeks to really displace local populations. Lorino Verasini, Sean Roberts qatorliq olimlarning ko'rsatishicha, mustamlikchilikning boshqa shakllari o'zlari mustamlik qilgan rayonlardagi xalqni ekspluatatsiya qilishni muhim nishon qilganligi uchun mustamlikchilar virusga o'xshash boshqa ayrim bir makonda yashaydi. O'ltiraq mustamlikchiligida bo'lsa, yerlik xalq emas, aksicha zamin va boylikni egillash muhim nishon bo'ladiganligi uchun ular har qachon o'zlari qadam olgan joylarda bakteriyaga o'xshash mavjud bo'ladi. Shundaqla bu joylarda odamning shalong bo'lishi yoki yo'q bo'lishini orzu qiladi. Ammo Uyg'ur elida Xitoy hukumati to'liq shakldagi etnik tozalashni emas, aksicha zulm obyekti bo'lgan xalqning milliy alohidligini yo'qotib etish, mavjud bo'lishni xohlovchilar Xitoyning turmush odatlarini qabul qilish tuzumini yo'l qo'ygan. Texmi muhimi Xitoy hukumati ijro qilgan o'ltiraq mustamlikchiligida chegara va o'ltiraq mustamlikasi bir gavdalashgan bo'lg'achqa Xitoy bo'lmagan millatlarni majburiy emgakning obyekti qilish siyosati keng ko'lam bo'lgan. Xitoy hukumatining Uyg'ur eliga bu qadar zo'r sonda nopus ko'chirish urinishi 2017-yilga kelganda yangi to'lqinni kutib olgan. Shu yili markaziy hukumat 2022-yilga borganda Janubiy Xinjiangga o'ltiraqlashgan ko'chmanlar nopusini 300 mingdan oshirish lozim deb ko'rsatgan. Buning bilan haqsiz terluga yer berish, haqsiz bino uy berish, yuqori maoshli xizmat berish, haqsiz davolanish sug'urtasi berish, qo'shimcha yordam pul berish degandek bir qator e'tibor berish choralari minglagan Xitoy ko'chmanlarini bu rayonga kalkun bosgandek paydo qilgan.
o'zlari ijro qilayotgan o'ltiraq mustamlikachiligini texmo mazmut qadamda kengaytirish uchun Xitoy hukumatı hukmron millatning kuch-qudratini namoyon qilishga moyil bo'lgan. Buni ijro qilish bo'lsa, jinsiy zo'ravonlikni keng ko'lamga ega qilish orqali amalga oshirilgan. Dal mushu sababdan lagerlarda Uyg'ur qiz-cho'kkanlarni jinsiy jihatdan xo'rlash, ularni tug'mas qilib o'tish, ersiz Uyg'ur oilalarga Xitoy erlarini tuqqan bo'lish nomida o'rinlashtirish, Uyg'ur qizlarini majburiy yo'sinda Xitoylar bilan to'ylashtirish avjilib, o'ltiraq mustamlikachilikning o'ngishli amalga oshishiga sharoit yaratilgan. Shuning bilan birga, sening nopusing son jihatda bizdan ko'p bo'lsa-mu, biz jismoniy jihatda sendan qudratli degan uchur ko'plab ta'kidlangan. Nopus ustunligini haqiqiy ma'noda amalga oshirish uchun Xitoy hukumatı Uyg'ur nopusini ko'paymas qilish bilan cheklanib qolmagan. Buningda ular texmi ilgarilab Uyg'urlarning kimligi va yiltizini o'zgartirishga zo'r darajada zehn qo'ygan. Bu vaqtdagi ziyoratimiz jarayonida Adrian Zeniz bu vaqtda mundaq dedi. The goal to break their roots is the goal of the Chinese state to finally gain the upper hand over the Uyghur regions. Ular aytayotgan yiltizni kesib tashlash shuarining maqsadi Uyg'ur rayonida Xitoy davlati mutlaq ustunlikni egallash, Uyg'urlarni uzun muddatni ko'zlagan holda Uyg'urlarga xos madaniyat, tarix va ma'naviy yiltizdan ayirib tashlash, shu orqali Uyg'urlarni asli manbasidan ayirib tashlagan holda ularni Xitoylarga bog'lashdan boshqa narsa emas. Buningda Uyg'urlarning Xitoylar bilan o'xshash ekanligi, shundaqla Uyg'ur madaniyati Xitoy madaniyatining bir qismi ekanligi olg'a suriladi. Uyg'urlarning o'tmish tarixidagi kimligi va diniy e'tiqodi o'zgacha bo'lsa-mu, ammo hozir O'rta Osiyoda ko'plagan joylarga o'xshash islom dinini asos qilgan holda o'ziga xos kimlik yaratgan. Xitoy hukumatining bu xildagi yiltizni kesib tashlash strategiyasi dal mushu xil qadimiy va tarixiy ravishdagi bog'lanishni üzüb tashlash bo'lib qolgan. Buningda Uyg'urlarning Turkiya xalqlar bilan bo'lgan bog'lanishi inkor qilinadi. Buning o'rniga Uyg'urlarning Junhua millatining bir tarkibiy qismi ekanligi, mundaqcha aytganda Xitoyning bir qismi ekanligi ta'kidlanadi. Xitoy ijro qilayotgan zo'r ko'lamlik lager sistemasi va boshqa siyosatlar dal mushu xil aloqasini üzüb tashlash, yiltizni kesib tashlash shaklida Uyg'urlarni uzun muddatli kontrol qilishni ko'zlagan. Bu uzun muddatlik strategiya. In order to break the connections, to break the lineages of the Uyghurs for long-term control. It's a long-term strategy. Doktor Adrian Zenizning qarashicha, Xitoy hukumatı ijro qilayotgan jinsiy zo'ravonlikni o'ltiraqlashish mustamlikachilikka xizmat qildirish, mohiyat jihatda osti suratli qirg'inchilikqa zamin hozirlaydi. Chunki bu xil o'ltiraqlashish mustamlikachilikka osti suratda yerlik xalqni eritib to'yitib qolmasdan yana chegara rayon qirg'inchiligining muhim aloyidligi bo'lgan jinsiy zo'ravonlik orqali yerlik xalqning ma'naviyat tindirmasini butunlay vayron qiladi. Shundaqla ularni biz hech narsaga yaramas insonlar ekanmiz deganga ishondirdi. Yana bir yoqdan yerlik xalqqa nisbatan hukmron millatning ilg'orligiga mabtun bo'lish targ'ib qilindi. Bularning hammasi o'ltiraqlashish mustamlikachiligida uzun muddatni ko'zlagan osti suratli qirg'inchilikni amalga oshirishga xizmat qiladi. Bu vaqtda Adrian Zeniz mundaq dedi. Well, so we saw a temporary campaign of mass internment that resulted in long-term imprisonment and long-term. Biz sansanaqsiz kishilar duchor bo'lgan uzun muddatli qamoq jazolari va uzun muddatni ko'zlagan majburiy emgak sabab bo'lgan zo'r ko'lamli tutqunning vaqtincha to'xtab qolganligidek bir manzaraga shohid bo'lyapmiz. Albuki zo'r ko'lamli tutqun bilan barobar ijro qilingan majburiy emgak kuchlarini yo'tkash, majburiy shakldagi namratlikdan qutuldirish, tug'ut nisbatini majburiy yo'sinda to'xtatib qo'yish qatorliq siyosatlar izchil davom qilyotadi. Hamda burunqidan kuchayotadi. Ammo biz bir qism lagerlarning taqalganligi va ko'zga chiliqib turadigan saqchilar qo'shunining burunqidan aziyib qolganligiga oldinib qolmasligimiz lozim. Bundaq manzilning o'ttirg'i chiqishi Xitoy Kompartiyasining bu siyosatdan voz kechganligidan derak bermaydi. Aksicha, ularning allaqachon planlanib, loyihasi tayyorlanib bo'lgan uzun muddatli strategiyaga yetkilayotganligini ko'rsatadi. Darvaqa uzun muddatni ko'zlaganda zulmning yengillab qolganligidek ko'rinadigan bu hodisa Uyg'urlar uchun, bo'libmi Uyg'ur kimligi va Uyg'urlarning mavjudligi uchun bakmi cho'ng shum xabar hisoblandi. But it's very bad news for the Uyghurs long term, in my opinion, for the long term
integration and dissolution of Uyghur identity. Dal mushundaq bir zo'r orq ko'rinish tufaylidan Uyg'ur elida Uyg'urlarning ziyolilari, jumladan moddiy va ma'naviy sohadagi sarxillari g'ururini dafsanda qilish, ruhiy jihatdan zarra berish orqali ko'zdan yo'qotilsa, qiz-cho'konlar o'zlarining ayollik rolini davom qildirmaslikka majbur qilinib, Uyg'ur kimligini o'chirish yo'lidagi qurbonlik molga aylanayotganligi ma'lum.